Gide Maupassant, fransuz yozuvchisi. Adabiyotga 1880-yilda she'rlar to'plami va Do'ndiq novellasi bilan kirib kelgan. U 6 roman, 18 hikoyalar to'plami, ocherk va pyesalar, ko'plab maqolalar va boshqa asarlar muallifi. Maupassant ma'naviy qashshoq, munofiq kishilar obrazining butun bir silsilasini yaratgan. Javohirot, oila bag'rida, vasiyatnoma, Bochkacha va Iblis va boshqalar. Uning Daydi, Shkaf, Gadoy kabi novellalarida turmush qa'riga uloqtirilgan notavonlar hayoti tasvirlangan. Muhabbatni mol-dunyodan iborat deb biluvchi, shu bois har qadamda o'zini sotishga tayyor ayollar obrazi Ivetda, Haqqoniy tarix va boshqa asarlarida mahorat bilan chizilgan. Maupassant sof muhabbat, oy yo'g'dusi, baxtni kuylaydi va ma'naviy yuksak, oddiy kishilarni qadrlaydi. Simon ota, Martin qizalog'i vatanparvar va jasoratli insonlarni tarannum etadi. Do'ndiq, Mademoiselle Fifi, Million amaki. Uning Hayot, Azizim, Mont Oriol, Per va Jan kabi romanlarida umumbashariy mavzular, mansabparastlar qismati, boylik orttirishga xuruj qilish yuksak mahorat bilan tasvirlangan. O'limdek kuchli, Bizning qalb romanlarida esa psixologik ruh kuchli tasvirlangan. Hayot, Azizim romanlarida Ibrohim G'ofurov tarjimasi va bir qancha hikoyalari o'zbek tiliga tarjima qilingan.